Odatda sog'liqni saqlash tizimini oldida turgan eng katta vazifani men odatda ikkita yo'nalishga bo'laman. Birinchisi, kasal bo'lib qolgan odamlarni kasalligini tashxis qo'yib, uni samarali davolash bo'lsa, undan ham dolzarbroq masala odamlarni kasal qilmaslik. Ya'ni sog' odamlar sog'ligini saqlash kerak. Buning uchun agar bu davolovchi vrach kasallik belgilarini bilish kerak bo'lsa, shunga qarab keraklik tashxislar qo'yib va uni samarali davolash usullarini qo'llash kerak bo'ladigan bo'lsa, sog' odamlar salomatligini saqlash masalasi ancha katta muammolarni hal qilishni talab qiladi. Birinchisi, odam tanasini salomatlik darajasini biz aniqlay olishimiz kerak. Bugungi kunda tibbiyotida, ayniqsa g'arb tibbiyotida tanada kasallik belgisi bo'lmasa, biz u shaxsni sog'lom deymiz. Lekin shu shaxs vrachdan so'rasa, men qanchalik darajada sog'man deb so'rasa, unga javob berish ancha mushkul. Chunki biz tanani funksional holatini, salomatlik darajasini ikkiga bo'lishni odat qilib olganmiz. Ya'ni kasallik belgisi bo'lsa, u tanani kasal deb qandaydir tashxis qo'yamiz. Kasallik belgisi bo'lmagan tanani sog'lom deymiz. Shu munosabat bilan shu jamiyatimiz oldida turgan eng katta vazifa, ya'ni sog'liqni saqlash tizimini vazifalarining bittasi, sog' odamlar sog'lig'ini saqlash masalasi e'tibordan sal chetda qolganday bo'lib kelgan. Asosan vrachlarimiz ko'proq tashxis qo'yish va aytaylik aniq bir kasalliklarni davolash bilan shug'ullangan. Qolgan ishlar hammasi profilaktika degan nom bilan shu odamlarni tanasini amalda sog'lomligini ta'kidlash bilan shug'ullanilgan. Shundan kelib chiqib, shu mustaqilligimizning boshlarida bir fikr bo'lgan ediki, mamlakatimizdagi hamma tibbiyot institutlari asosan kasallarni tashxislaydigan va kasallarni davolaydigan vrachlar chiqaradi. Mana davolash fakulteti deysizmi, stomatologiya desangiz, bu aytaylik shu og'iz bo'shlig'idagi tish sohalarini kasalliklari o'zini yo'nalishlari bo'yicha. Endi shu profilaktik tibbiyotni samaradorligini oshirish uchun asosiy vazifalardan bittasi hali men aytgandek, tanani qanchalar sog'lom ekanligini baholash masalasi turibdi. Bu muammoni hal qilish uchun yangi bir fikrlaydigan, yangicha aytaylik o'sha hali kasal bo'lmagan, kasallik belgisi yo'q, lekin tanada sog'ligi buzilgan odamlarda salomatligini kasallikka o'tkazmasdan tiklab qo'yishni o'ylaydigan vrachlar tayyorlash masalasi ancha dolzarbligi ko'rinib qoldi. Shundan kelib chiqib biz Farg'ona davlat universiteti qoshida meditsina fakulteti ochish masalasini qo'yganmiz. U yerda asosiy qo'yilgan masala shunaqa bo'lganki, davolovchi vrachlardan ko'ra odamlarni, sog' odamlarni sog'ligini saqlaydigan, ya'ni kasal qilmaydigan vrachlar tayyorlash masalasi kun tartibiga qo'yilgan. Shu bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi bilan biz muloqot qildik. Ochiq aytish kerak, o'sha vaqtda Farg'ona viloyatida o'sha tibbiyot xodimlarini tayyorlash uchun yetarli darajada mutaxassislar kadrlarimiz yetarli emas edi. Yonimizda 60 kilometr masofada Andijon tibbiyot institutida yuzlab professorlar, juda katta respublikada o'ziga xos aytaylik mavqega ega bo'lgan klinika va kafedralar mavjud edi. Bizda Farg'onada shu vaqtda sanab kelsangiz 4 ta yo 5 ta tibbiyot fanlari nomzodlari, tibbiyot fanlari
dan professorlar, doktorlar umuman yo'q edi. Shuning uchun birinchi bu bizning g'oyalarga nisbatan ko'rsatilgan fikr shunaqa bo'ldiki, bu kadrlar yetarli bo'lmagani uchun sizlar bu tibbiyot xodimlarini tayyorlash imkonini ega bo'larmikinsizlar degan. Bunga biz o'zimizni javobimizni shunday berdikki, kasalligini aniqlash va uni davolash uchun kerak bo'lgan bilimlarga nisbatan sog' odamning salomatligini aniqlash uchun kerak bo'lgan bilimlarda katta farqi bor. Bu yerda aytaylik, o'sha sog' odamlar salomatligini qanchalar aytaylik kasallik tomonga moyillik paydo bo'lganini bilishni usullari, asosiy usullari kimyoviy, fizikaviy, biologik usullar mavjud bo'lib, bu usullarni qo'llash uchun, ularni amalda aytaylik bolalarga o'rgatish uchun yetarli darajada universitetimizda shu yo'nalishlarda professorlar, o'qituvchilar mavjud edi. Shundan kelib chiqib biz 92-yili Farg'ona davlat universiteti qoshida meditsina markazi tashkil qilindi. Yana qaytaraman, asosiy maqsad kasal tuzatadigan doktor tayyorlash emas, odamlarni sog'ligini saqlaydigan. Mana vazirligimiz ham sog'liqni saqlash vazirligi deyiladi. Lekin ko'proq ular sog'liqni saqlash uchun emas, sog'liqni tiklashga shug'ullanadi, xizmat qiladi. Kasalni tuzatish bu sog'liqni saqlash emas, bu sog'liqni tiklash bu. Bizning niyatimiz, maqsadimiz shu sog'liqni saqlash tizimini asosiy funksiyasi, ya'ni sog' odamlar sog'ligini tashxislab, qanchalik sog'ligi yo'qolganini aniqlab, kasallikka dor bo'lgan davr, bugungi kunda tibbiyotda shu davrga nom berilgan kasallikka dor deyiladi. Aytaylik, nimada maxsus terminda donozologiya deb qo'ygan. Nozologiya bu kasallik degani. Shu kasallikka dor bo'lgan davrni meditsinasini aytaylik targ'ib qilib, shuni rivojlantirishga aytaylik bel bog'lagan.